Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalarim, musofirda yurgan aka-ukalarim, yaxshimisizlar, tanijonlari sog'mi-omonmi? Mana sizlarga faqat yangi vakansiya chiqarishda biz davom etaveramiz, aka-ukalarim. Hozir e, bizlarga разный hozir vakansiyalarni aytib o'taman sizlarga. Bitovka sabirat qilishga mana hozir yana bitta angarimiz ochilyapti bizani. Bitovka sabirat qilishga hozir e, eng arzoni 8200 rubl. Mana hozir rasmlarini qo'yaman. Bor balla bir o'zi bir kunga bitta sabirat qiladigani bor, 2 kunga yangilari 2 kunga bitta sabirat qiladiganlari bor. Eng arzoni 8200 rubldan bu yerda. Oyligi chiqadi bularni minimum 120 mingdan 250 ming rublgacha chiqadi. Yurakda o'ti bor aka-ukalarim bo'lsa, ustochilikdan xabari bo'lsa, bemalol kelishlari mumkin. Svarchilikka mana hozir videosini qo'yaman. Svarchilikka hozir vakansiyalarimiz bor. Pol avtomat ishlab yurgan aka-ukalarim bo'lsa agar, ularga ham ob'yomda, ular ham oyligi 120 mingdan 150 ming rublgacha chiqadi. Pol avtomatga ishlab yurgan aka-ukalarim bo'lsa agar. Kommentariyaga yozardilar-ki, aka, bizani qo'limizdan ish kelmaydi, bizga birorta yaxshiroq bir ish topib bering deganga, aka-ukalarimga разный рабочийga ish bor. Разный рабочий oddiy qiladigan ishi mana shu kravat ограждение varid qilinadi, ana o'shalarni artib, tozalab, kraska qilinadi. Pogruz shunaqa ishlar. 3300 rubldan 100 ming rubl beradi bu ham. Bu deyarli o'zi 80 ming rubli $1000 degani. Keling shu 20 mingga rasxotiga chiqib ketsa ham yo'q degan payt $800-900 bemalol ishlaydi. Voditilga 4 ta mashina, 6 ta mashinamiz bor edi. 4 tasini topshirdik. Voditillarimiz yetib keldi. Yana 2 ta voditil kerak. Yurakda o'ti bor aka-ukalarim bo'lsa. Faqat bu rossiyskiy prava bo'lsa agar olinadi. Nimaga taxograf qo'yilgan? Qolgan mashinalar o'zbek pravasi bilan topshirildi. Ularga taxograf yo'q edi. Mana bu 2 ta mashinaga taxograf qo'yilgan. Budka jak. Ana o'shanga. Rossiyskiy pravasi bo'lsa bemalol telefon qilishingiz mumkin. Tepaga qo'yaman. Prямо начальник nomerini Lipo deb qo'yaman. 4686. Prямо rahbarning o'ziga telefon qilasizlar. Bera посредник degan odamning o'zi yo'q. Men ne только bloger, o'zim mana shu ishxonada o'zim ishlayman mana shu yerda. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, pastdagi nomer 3737 meni nomerim. O'zbekistondan kuzatib yurgan aka-ukalarim bo'lsa, aka-ukalari mana Rossiyada yurib, ishsiz yurgan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Ishonarli, 100% ishonarli. Kelsangizlar men o'zim shu yerda, o'zim mana shu yerda kutib olaman. Tanijonlari sog'-omon bo'lsin. Kanalni ko'rib o'tiribsizmi? Обязательно sizlardan bitta podpiska, like, chiroyli komment. Like'larni ko'proq bo'lsamiz, ishsiz akalarimga yetib borish uchun. Tanijonlari sog', omon bo'lsin. Bir narsani aytish esimdan chiqdi. Adresimiz Podmoskva, Sholkiyskiy rayon, Derevnya Bogoslovo. Bemalol yurakda o'tib bor aka-ukalarimni kutib qolaman. Tanijonlari sog' bo'lsin.